Assalamu alaykum ko'rmanlar, hammanglarning tushliklaringiz xayrli bo'lsin. Bugun Sog'lom hayot programmamizningki 9-sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Fatima Hasan. 2020-yili yil boshida Xitoyning Wuhan shahrida bayqalib, tez suratda dunyoga yamrab ketgan Xitoy virusi butun dunyoni sarosimaga soldi. Shundaqla butun dunyo xalqining hayotiga, iqtisodiy taraqqiyotiga og'ir ziyon elib keldi. Navbatda dunyoda 72 milliondan ortiq kishi bu virus bilan yuqumlandi. Bütün dünya xalqining diqqat qilib kutayotgani dal bu virusdan qutulishning amali bo'lgan vaksina. Navbatda Xitoy qatorliq nechilgan davlatlar vaksina yasayotganligini, hatto ba'zilarining oxirgi sinoq bosqichiga kirganligini bildirdi. Buning ichida Xitoyda ishlangan vaksina eng ko'p talash-tartish qilinayotgan bo'lib, sinoq jarayonida og'ir masala ko'rganligi xabar qilindi. Ammo Turkiya qatorliq ba'zi davlatlar Xitoyda yasalgan bu vaksinani zo'r miqdorda buyurdi va buning oldi bilan tekshirishdan o'tadiganligini bildirdi. Muhojiratga Uyg'urlarmi bu vaksinani emlash yoki emlamaslikda ikkilanmoqda va andish qilmoqda. Shundaqda bugun biz bu programmamiz orqali vaksinaning asosiy roli, kasalni tubdan saqaytiradigan, saqaytmaydiganligi, jumladan Xitoy vaksinasi haqida tafsiliy to'xtalib, bu vaqtdagi savollarga javob topmoqchi. Bugungi aziz mehmonimiz yana burunqidek kasbiy bolalar doktorimiz Elminur xonim. Hoş geldiniz Elminur xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Hoş buldum. Ko'rinmanlarga sizlarning bu qarindoshlarimiz yana keng xalq ommamizningki manfaati uchun bu programmani o'rlashtirib davom qilayotganlarga men rahmat aytaman. Unda bo'lsa savollarimiz bilan boshlab ketaylik. Eng avval shu vaksina degan nima? Mush haqida tushuncha bersangiz. Ko'pchilik qarindoshimizninki asosliq qiziqayotgan temasi. Bo'libmi bu koronavirusi 2020-yili 3-oyning 10-kuni bayqalgandan boshlab nurg'unlarimizningki oilasiga kichik ma'noda aytganda salomatligiga, ruhiy dunyosiga, kishilik munosabatga va jamiyatga, shundaqla butun dunyoga ta'siri cho'ng bo'lgan ham butun dunyodagi insonlarni vahimaga tashlavatgan, shundaqla barliq ota-ona bo'g'uvchilar o'zlarining bolalaridan ansiravatgan, bolalarningki ma'rif tiklatayotgan zindan boshqa, agar bu o'qish davom qilsa, bolalarning salomatligining qaysi nuqtaga berib taqildiganligidan andish qilayotgan bir mazgil turyapmiz. Buning uchun vaksina degan tushunchani balkim nurg'un ota-onalar meningcha biladi. Chunki hozir internet dunyosida tor dünyasında hemen tapqıl buldu, iznip bilvağıl buldu. Bunun için bizden bir yerde alayda onu düşündürüşümüzün haceti yoktu. Lakin yanıla keng xalq ammanınki menfaatini gözde tutup, onun başka nurgun atalarımızınki ilim seviyesi çeklik, medeniyet seviyesi çeklik, hem bu tor dünyasında izlenişimi çeklik bu alıq için şu keng xalq ammamızın gözde tutma asasda bu temada toxtuş doğru geldi. Hem de vaksina diyen nesni nurg'un kishilar yuzaki nuqtadan bu bir davolash usuli deb tushundi. Amaliyotda vaksina badanda bir xil moslashchanlik immunitetni paydo qilgan. Shu paydo qilish orqali, shu qarshi turadigan bir immunitetni paydo qilish orqali bir yangidan bo'ladigan kasallik oldini oladi. Bu hargizmi davolash usuli emas. Masalan, oddiy qilib aytganda, men endi bu yerda ota-onalarga vaksinninki türleri, xarakteri, onun özgürçallığı, şundaqla hazır dünya miqyasida muş koronavirusga nisbatan 150 xildan ortiq vaksina tatbiqlanayotidu. Ammo 50 xili hozir cho'ng-cho'ng davlatlarda bozorga silinayotidi. Bu hozir klinik nimada tekshirish bosqichida. Bularning ingliz ismini, atalg'ularini, bularni ishlab chiqargan shirkatlarni ularni deyishni to'g'ri ko'rmayman. Chunki bu bir xalqimizga manfaati cho'ng tegadigan bir masala emas. Ammo vaksina degan nima degan chaqda bu ko'rmalar buni anglayotganda, vaksina degan bir yuqumlangan bir kasallik oldini oldigan bir uslubken. Ammo bu vaksina bunun xarakterini azroq bir tushunishga to'g'ri keladi. Chunki ba'zi ota-onalar deydiki, bu vaksinaga ash mikrobning o'zi qarab turib shu mikrobni saqlamdi, davrdi. Zaten o Xitoyda ishlangan vaksina o. Deb vatanda bu vaksinaning nisbatan tushunchasini to'g'ri bo'lmagan sababidan urg'izishga tegishli bo'lgan vaksinalarni urg'izmoqlik sababidan bolalarda bir umrlik yuqumli kasalliklarning paydo bo'lganligi. Yoki bo'lmasa urg'izmasi bo'lgan vaksinaga nisbatan tushunchasini to'g'ri bo'lmaganligidan ortiqcha ularga ahamiyat berib, bolalarni dayliqi özlerimi halimga ma'lum bir kasallik alomatlari yoki bo'lmasa o'zlari halimga shaklda bu shubhalik bir vaksina urib qoldimi, yegizib qoldimi degandek o'zlarini ichki dunyoda bir azoblanishning bo'lganligini ko'ra olamiz. Endi yig'ib aytganda vaksina deganda
odam badaniga kirgandan keyin unga nisbatan bir qarshi immunitet kuchi, ya'ni Xitoycha kanti deb bo'ldi. Ashuni shakllantirgan bir oldin olish usuli. Endi vaksinani men yana ozroq tushuntirish to'g'ri keldi. Bu vaksina necha xil bo'ladi? Masalan, hozir dunyo miqyosida nurg'un professor doktorlarimiz bu to'g'ri izlanib, shunday yaxshi materiallarni turi dunyosi qo'ydi. Shaxsan biz shundan foydalandik. Shu doktor qarindoshlarimiz, doktor shu ustozlarimizga rahmat aytaman. Chunki bu ilm sohasi degan doktorlik ilmi nihoyatda cheksiz, bu iznib tugib bo'lmaydigan, nihoyat mo'l ilm bo'lganligi uchun yana bir-birimizning foydalanishiga ehtiyojimiz shudir. Bu yerda hozir men ota-onalarga shuni bildirib qo'ymoqchi. Bu vaksina 8 turga bo'lindi. 8 turning ichida harakatsiz, ozlashtirgan, demak shu virus, masalan, koronavirusni elib, shuning harakatini butunlay yo'q qiladi. Faqat badan kirdi, shu badanda shu virusninki hujayraga kirib bir harakat qilgan yoki kasallik alomati paydo qilgan alayligini sumirib ep tashlayotgandiki, faqat shu virus badanda saqlandi, qaytadan yangi bir virus kirgancha shuni qarshi kuch paydo qiladi. Bu bir vaksinaning xarakteri. Ikkinchi yana bir virus oqsillardan yasalgan, ya'ni DNA, RNA deb tibbiy atalg'ular va shulardan yasalgan bo'lib, bular vaksina mikrob badan kirsa kirdi bedenge ama bedende hücre buludu. Akkan hücreleri, kızılkan hücreleri degende şu hücrenin içi kiremeydigan. Yanında bir mikrop kirgen çağda şunu karşıya hemen bana nime deyse edip tosalgı payda kıp durduğun bir xil karakterdeki madde. Ama bunu biz muşinçik adli usul düşünürsek doğru dep qarayman. Çünkü bunun 8 xil türü var. O beden qanday kurdu, bazılarının hareketini azlaştırdı, bazılarının hareketini bütünlüğü yok kıldı, bazılarının hücre kirişini tosup kaldı. Hatta bazıları aş antiyo. Mesela aş immunit gücü karşılayan şu kantinindeki hücresinden ilip yani kantiyi urup koydu. Akisel karşılayan. Aslında bunların derisi okşamaydı. Kançı derisi yükselgen sıra bunların tener kısmı şunca yükseldi, kıymeti şunca yükseldi. Bunun için vaksina diye vaxtda atalar şunu biliş gerek ki, bu vaksin diye kandakta bir kisel davalaydıgan söylemez. Fakat kiselin aldığını alıdığan şu virüsün yasıldığan ama virüsün özemez, virüsün karakteri, tipi ve onun hareketçiliğini özgürüp yeni yeni kirmek çoğun virüsüne nispeten toskuluk güç payda kıldıgan. Mesela de bir mudafiye ornu değil. Mesela de karşı taraftan şuna okşaş bir asker geldi. Mesela vaksin bir asker dese, karşı taraftan şuna okşaş bir asker nime deyse ben var mı ya da deydiğen bir xil mudafiye sistemisi. Doğru. Vaksina kasallikninki aldın aldı dediniz. Ondan sonra bu vaksina arkalı kasaldan bütünlüğü saklanılı bulamdı. Kisel tibbi de ben bayam dedim. Kisel tibbi usulda kisel davalaş usulü, aldın eliş usulü, yani birisiga küzüş usulü deb usullar var. Hem bu kisel aldını alıdı. Lekin aldını ağalık hemme kiselge %100 bu kisel bulmaydı degelik emas. Çünkü mundaq insaniyat dünyasida qilgan her bir narsa ba narsada ilindi. Mesela Allah Teala yo'q narsani paydo qilganda inson ba narsani qiladi. Yana birisiga bu kasallikniki oldini olgan chaqda bu vaksinni 100 adam urdi deyli. 100 adamning hammasi mush kasal qaytib bo'lmamdi degan chaqda mutlaq emas. İnsanlar qilgan ishlarning hammasi nisbiy bo'ladi. Mutlaq %100 bo'lmaydi. Faqat masalanda bu vaksina hamma bolaga urgandan keyin masalan bolaga urdi deyli. Ba'zi bolalar mushu vaksinadan urgandan keyin kasal alomati ko'rilib qolishi mumkin. Ko'rilib kasal bo'lib saqayishi mumkin. Ba'zilari bu urilgandan keyin kasal bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ba'zilari bu kasal vaksina urib kasal bo'lmay bir yil o'tgandan keyin qaytadan shu virus paydo bo'lib qolsa, yana kasal bo'lib qolishi mumkin. Bu faqat vaksina o'xshash, turi o'xshash, urilish usuli o'xshash, lekin qarshi tarafdagi insonlarningki kasal qarshi kuchi, o ilqi immunit qartdan shakllangan kanti deymiz, ashni shakllantirish iqtidori adamning tan salomatligi bo'lsa, hamma odam tan salomatligi o'xshamaydi. Ba'zi odamning qon oz bo'ldi, ba'zi odamning zaten tug'ilishdan tini ojiz bo'ldi, ba'zi odamlar nihoyat charchaydigan muhitlarda ishlaydigan keladi, ba'zi odamlarning boshqa egashim kasalliklari bo'ladi. Shu sababli vaksina urdi, oldini oldi, ammo mutlaq bu kasal bo'lmaydi, degili bo'lmaydi, ham bu to'g'ri ma'lumot yo'q. Bundan sonra şu vaksina aldı burun yuqumlanib bo'lgan, ya'ni bundan burun kasal bo'lib bo'lgan insonlar vaksina urishga bo'lamdi. Vaksina Allah burun yuqumlarga payda qilmaydi. Chunki u ash mikrob o'zi bo'lib, hücresi kirib, u bir mezgil davolanib, shu mikrob nisbatan qarshi kuch paydo qilib bo'ldi. Ama o boshqalar yuqumlantirishi mumkin, lekin u yuqum bo'lgan odamga agar vaksina qayta urilmaydi, vaksina faqat saq odamga urildi. Bunu bilish kerak. Bu savolda yana bir savol tug'ilib chiqadi ekan. Vaksina emlangan kishilar yana qaytadan yuqumlandi. Bu vaqtda xalqimizningki pek, vaksina emlangandan keyin, vaksina urgandan keyin
yuqumlanishi mumkin. Onunda bütün tədqiqatlarda hech qanday yuqumlanmaydi deb kesib bunda tədqiqat natijasini chiqarib baxmadi. Agar unda bo'lgan bo'lsa, bu dunyo xarakterlik uncha zo'r bir voqeaga aylanmagan bo'ladi. Yuqumlanishi mumkin, ammo ikki xil alomat bo'ldi. Birisi kasallik alomati ko'rilmaydi, ikkinchisi ko'rilsa-mu yengil o'tib ketadi. Ammo yuqumlanmaydi degan bo'lmaydi. U xillarning qarshi tarafga yana yuqtirish ehtimolligi bormi? Endi vaksina emlangan kishilar boshqalarga yana virus yuqtiramdi degan chaqda men izlangan materiallarda hozirgacha buning aniq bir javob yo'q ekan. Endi javob yo'q ekan, shuni yo'q narsani men bu paydo qilib gap qilamayman. Shunga buning nisbatan doktorlarning iznini chiqargan chaqda men bu to'g'ri izlansam, bu to'g'ri hech qanday ma'lumot yo'q dedi. Unda o'g'anga shu javobni berishga majburman. Ondan sonra şu hozirgi vaksina bolalarga, ya'ni turli vaksinalarni bolalarga emlashga bo'lamdi. Anadaki bu xil vaksinalarni eng avval qanday odamlarga emlaymiz degandek mush haqida bir keng ko'lamli javob bersangiz bu hammamizning hozir qanday bo'lar deb aytayotgan bir masalamiz bo'lib qoldi. To'g'ri. Bu nuqtada biz nihoyat yaxshi tafsiliy javob berish to'g'ri keldi. Balalarga turli vaksinalarni cho'qim emlash kerakmi? Ammo turli vaksina degan chaqda koronavirusningki hozirgi 2019 chiqqan bu virus qarta chiqqan vaksina to'g'riliq emas, balki bundan burungi 100 yil mobaynidagi eng cho'ng yuqumli, eng zo'r darajada g'ulg'ula qo'zg'agan, insoniyat dunyoga ziyon olib kelgan, tarixdan bugunga qadar 100 yillarcha ishib ketgan bu mobaynida shu dunyo miqyosidagi eng zo'r bir kasal koronavirus bo'ldi. Masalan 2003dagi SARS deymiz, Wuhan virus deymiz, bundan burungi xolera, masalan chashqanni yuqqan kasallar xil nimalarga vaksinalar ishlab chiqarildi. Ammo bu yerda bolalarga turli vaksina cho'qim emlash kerakmi deb bolalar nuqtasida biz fikr qilyapmiz. Chunki bu vaqtmi cheklik, bizniki bu suhbatimizmi cheklik. Unda o'g'anki bolalarga vaksina urg'izishda mayli vatanda yashaganlar bo'lsin yoki vatan siri chiqqanlar bo'lsin, bu vaksina urg'izish yoki urg'izmaslik o ota-onalarning erkinligi. Balalarning erkinligi emas, balalar kichik o'qimaydi. Ota-onalarning erkinligi. Bu vaksina urg'izish kasallikni oldini olish qandaqdir chunki balangiz saq tug'andan keyin siz bir kasal bo'lmagandan keyin vaksina urg'izaychi degan bir tuyg'uda bo'lmaysiz. Tabiiy holda. Saqmısaq balın mishki bikari urg'izib qo'yib davrdi. Ammo bu oldini olish usuli deganmi bir xil ma'lum bir sapa, ilmiy tushuncha, masalan tibbiy izlanishlarga berib bo'lgan narsa. Masalan nurg'un ishchi xizmatchilar, o'qiganlar, doktorlar, masalan shu sohadagilar bolalarga asosliq vaksinalarni urg'izdi. Asos vaksina degan masalan nima bo'lsa, suv chechakninki, qizilninki, B-tip jigar yollig'i, mengi parda yollig'i degandek zodi 7-8 xildan oshidi. Buni zodi bolalarni qo'saq qolgan kundan boshlab tug'ilg'uchi bo'lganlikda, tug'ilib 28 kungacha bo'lganlikda, ananki 2 yosh, 4 yoshga to'g'ri urilgan vaksinalarning hammasiniki doktorxonalarda daftarlari bor. Dunyo sahiyat tashkiloti tomonidan yoki har qaysi davlatlardan urilgan o'sha daftarlar bor. Uni ilk ota-onalarga deydi, mana urg'izsa deb. 8 oylikcha bo'lgan vaksinalarni cho'qim urg'izish kerak aslida. Asli qoidada. Endi bu yerda deydi, nurg'un savollar tug'ilishi mumkin. Voy bu Xitoyda yasagan vaksinalar ishonga olmaydi. Bu Xitoy degan anda Xitoy degan mundaq deymiz. Biz ashunda deymiz. Ammo shu vaksinaning haqiqatan shu urilish tegishlik to'g'ri vaksinami yoki tibbiy o'lchamda o'lchamga o'tgan vaksinami yoki o'tmaganmi, buni hech qanday bizning amaliy asos nimamiz yo'q. Biz og'zimizga fikr, Xitoyga bo'lgan o'chmanligimiz yoki Xitoyga bo'lgan saqtiligi bo'lgan o'zimizningki ishonch qilamagan sababidan deymiz. Amaliyotda bu vaksinalar dunyo miqyosida necha yuz mabada ishlab kelyapti. Asosiy ishlayotgan davlatlar ishlayotgan Amerika, Germaniya, Hindiston, Xitoy. Endi bizningki Xitoydagi asos vaksinalarning ko'pincha arashtirib baqsam, Xitoy o'zi ishlab chiqargan tanarqi azam vaksinalar ekan. Azam vaksinalar ekan. Endi bu yerda masalan Bafashinga yana masalan bir xil seriqda bu ketgan jigar kasalliklari bor. Masalan suv chechaklari bor, kan ko'laklar qizillar bor. Qizildimi nurg'un bolalar o'lib ketgan, masalan o'pka yallig'i bo'ladi. Amaliyotda men doktorxonada ishlagan 10 yil mobaynida, 10 yil vaqtning ichida mush vaksina urg'izish davlatningki shu qonuniga kirib tibbiy sohasida oldini olish deb yufan fakultetlari va bo'limlari va shu yer urg'izish jarayonida men bilib keng ko'lamda bu yuqumliq bo'lgan kasalliklarning ya'ni qaytadan portlab chiqib bir kasal holati bo'lganini men ko'rib baxmadim. Bu nimaning ta'sirini bergan chaqda yana shu qilish tegishlik vaksinalarning to'g'ri tuzgun vaqt qarada ashuni bolalarga emlanib kelganligining natijasi. Endi gapni qaytarib kelsak, bu qitimqi vaksina kelayli. Endi 4-savolimiz yana oxirga olib qolsak, Xitoyda yasalgan bu vaksina nisbatan, masalan, hozir ota-onalar bolalarimizni zot urg'izamdi, gapni po'skalsini demoqchi bo'lish mumkin. Shu savolni qo'yish mumkin. Endi
Hozir dunyo miqyosida 150 xil vaksina tadqiq qilinyapti. Mush koronavirus chiqqandan keyin bu tadqiqlangan davlatlar qaysi davlatlar desak, Amerika, Germaniya, Angliya, Hindiston, Rossiya, Kanada, Xitoy. Bu faqat Xitoydalar qilgan emas. Amaliyotda masalan Germaniyadagi bir turk ayol ishkisidan keyin mush vaksinani ishlab chiqqanligini. Amaliyot Turkiya Germaniyadan bevosita setib olsa bo'ldi. Bizning qalbimiz nurg'un savollar. Nima uchun Turkiya o'zi ishlab chiqamaydi? Nima uchun Xitoynikini setib oldi? Nima uchun Amerika Germaniyanikini setib olmaydi? Degandek savollar paydo bo'ldi. Endi bu yerda vaksina to'g'riliq biz o'zimizning bexatarligi bevosita berib taqildigan ish bo'lganligi uchun, masalan, hozir Xitoyda ishlangan vaksina ekanmay, Amerikada yo Germaniyada ishlangan vaksina ekangan bo'lsa, bizda bu savollar tug'ilmaydi. Zaten biz bu hozir bu kasallik vahimizda bolalarimiz o'qishni davom qilish kerak. Biz normal hayotimizni davom qilishimiz kerak. Urg'izat. Endi bizning bu yerda bo'libmi biz Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan Xitoyninki bu nuqtadagi qilgan har bir ishiga nisbatan sezgir bo'lishimiz bu xato emas. Ota-onalarning bu savolni so'rashimi xato emas. Unda olgan keyin biz Xitoyda ishlangan vaksina deb baqaylik. Xitoyda Anhui, Gansu yana shu 7-8 xil shirkatninki shu vaksina ishlab chiqqanligini, hatto bu ishlab chiqqan vaksinalarninki allaqachon Arabiston Birlashgan Davlatlarda ishlatib bo'lganligini tekshirishdan ba'zi davlatlar uni ekib tekshirish sinab qilib ishlatganligini, ba'zi davlatlar tekshirmay ekib sinab qilib ishlatganligini. Shaxsan masalan Rossiya o'zi ishlab chiqqan vaksinani xalqqa sinab qilmaydi urgan gap. Nima uchun degan savol tug'ildi. Chunki bir vaksinani saq odam ko'rib sinab qilish kerak, saq odam uribchi. O masalan Rossiya ishlab chiqarib hamma odamlar kelishasizlar urib baqa qanday bo'ldi deb saq odamni sinab qilish balkim u nimasini sharoitni hozirlab bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki o'zining ishlagan shu vaksinasiga ishongan bo'lishi mumkin. Necha yillik tajribasi bo'lsa, zaten buni urib sinab qilgan shu bo'lgandan keyin xalq keng ko'lamda uraydigan bo'lishi mumkin. Ammo Xitoyda ishlangan vaksina Pokistonga masalan yana qaysidir Ekvator deydi, Braziliya deydi, Bahrayn, nurg'un xalifa davlatlarga setildi. Bu yer bizning qo'limizda Turkiya nima Xitoyniki setib oldi. Unda xususan Arabiston nima Xitoyniki setib oldi. Setib oldi bunikini. Biz bu yerda Xitoylik bo'lgan o'shmanligimiz bizning siyosiy nuqtamiz bilan tibbiy nuqtaga nisbatan qarama-qarshi muomala qilsak, ancha to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki haq hamon haq bo'ladi. Bu yerdagi Xitoyda ishlangan vaksinani Arabiston, nima davlatlar musulmon davlatning ko'pinchilar setib olgan sababi nima desa, uning tanarqining azam bo'lganligi emas, ularning o'zining davlatida shuni ishlab chiqarish sharoitiniki olti yapısının bo'lmaganligi. Bir vaksina ishlash uchun nurg'un jarayon, vaqt, sinaq obyekti, nurg'un inson ketadi. Amaliyotda bu yerda Xitoyda ishlangan vaksina bizda Uyg'urlarga nisbatan shubha qo'zg'ashi tabiiy. Belki Xitoy oraliqda butunlay hamma odamni so'lidi, koronavirusni Sharq Turkiston tarqaldi degan uchun dastlabda bermadi. Balki shu mezgillarda butun insonlarga Uyg'urlarga sinaq qilgan bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz. Sinaq qilib shuning sababidan hech kim vaksina ishlab chiqarmaganda biz ishlab chiqardik deb nadisini bergan bo'lishi mumkin. Bu bizga qarang'u. Amaliyotda Xitoydan ishlab chiqargan shu vaksinaga nisbatan zodi urg'izmamlik degan chaqda tibbiy nuqtadan aytganda yoki bo'lmasa fiqiy nuqtadan aytgan chaqda urg'izishimiz kerak. Ammo vijdoniy nuqtamizda aytgan chaqda u bizning erkinligimiz. Shaxsan meni siz bolangizga Xitoyda ishlangan vaksina urg'izamsiz desa, men bir doktor bo'lish sifatim bilan tibbiy va fiqiy nuqtaga hurmat qilsammi, lekin qalbimda yana bizning shu Uyg'urlar sinaq qilinib, masalan u yerda sinaq qilgan kasallar o'lib ketishi mumkin, nurg'unlar kasal bo'lib ketishi mumkin. Nayda arzon bekorlik odamlarda bizning odamdan so'lgan. Vijdoningizdan bir rahat bo'lamaysiz. Men bu rahat bo'lmagani bu shaxsiyatchiligimmi yoki bu ilmga nisbatan hurmatsizligimmi, o'zim bir doktor deb atilib turib, bu tibbiy nisbatan qilayotgan bir haqsizligimmi degan nuqtalarda izlandim. Ba'zi bir doktorlar bilan ko'rishdim. Shaxsan shu doktorlar dediki, agar bu Germaniyadan yoki Amerikadan kelgan bo'lsa, men urg'izatdim, ammo Xitoydan kelganligi uchun agar bu 3 bosqichli kelingilik fazla 3 çalışma deydi, aşı çalışması, aşıdan o'tgan bo'lsa, men urg'izmayman dedi. Urg'izmasak o'zimizning erkinligi. Ammo bu yerda hozir Xitoydan 50 million vaksinani Turkiya ekirdi desak, Turkiya hukumati ekaplar hammadan buni urmaydi. Uni shu kelingilik bosqichini o'tkazib sinoqdan o'tgan ekan. Ba'zi davlat, masalan Amerika, Angliyalar 95% sınaqdan o'tkazib, 95% bo'ldi-ki degan chaqda urishni boshlagan. Ammo Xitoyda ekagini, masalan, tunugungacha bo'lganlikda izlandim. Tunugungacha bo'lgan xabarda Turkiyaninki Xitoyning akirga vaksinani ursi bo'ldi degan qarorni chiqarmadi. Hozirgacha sinaq bosqichida. Agar u sinoqdan o'tmay qolib qolsa, Xitoy qaytarib berdi. Xitoyning vaksinasininki turi men dedim, 8 xil bo'ladi, RNA har xil bo'ldi xarakter deb. Uning ichida o'sha virusni harakatsiz holatga kelgan azan
nimasi tanarqis azam bo'lgan shunday vaksina ekan. Dastlabda akagini joy chiqib qoldi dedik, ishonsiz bo'lib qoldi, qaytdi dedik. Bu haqiqatan bo'lib qolgani ashuna yana ishonsiz qolsa qaytirib dedi. Ammo Turkiyaninki bu yerda Xitoyning vaksina setilishi azam bo'lganligi yoki bo'lmasa Xitoyda ishlangan vaksina bak qo'llab ketganligi, shuningda cho'qib omus bo'lmaydigan bir tarafning bo'lganligi emas, shuningga xalqning ehtiyoj bo'lganligi ham o'zining texnikani ishlab chiqarmaganligi. Ham Turkiya nima uchun unda vaksina ishlab chiqarmaydi degan nuqtalarda bakcha qizdandik, u to'liq nurg'un javoblar keldi. Ammo bu nuqtada hozir bizning bir programmamizga bu nuqtani qattiq to'g'ri olmaydi deb qarayman. Chunki biz bolalar nuqtada fikr qilyapmiz. Endi men demoqchi bo'lgan gapim, Xitoydan kelgan vaksina 50 million bo'lsa, bizning bolalarimiz urg'isa qanday urg'izimiz? Mesela qanday qilamiz degan savollar tug'ildi. 50 million vaksina kelgan bilan u faqat 25 million inson urila oladi. Nima ish degan chaqda 2 haftada bir qaytib, ya'ni takror urilish kerak. Bir odamga 2 qaytim urilish kerak. 50 million masalan Turkiyaga aslida Turkiya 80 million xalqining hammasiga vaksina urish kerak. Chunki bu 80 million xalqining beshiga kelayotgan bir afat. Biz har qaysi davlatlarni o'zining davlatiga xalqining hammasiga urilish kerak. Agar ularcha hamma uyga kirib majburiy urmaydi, o'zining ixtiyorligi bilan bo'ladi tamamen. Lekin bu yerda hozir 50 million vaksina ekaldi degan chaqda 50 million odam urib bo'lganda unda emas. Bir odamga 2 qatim urildi, orliqda 2 hafta qo'yib turib urildi. Hozir butun doktorxonalar vaksina qanday ekirdi, qanday saqlandi, qanday urimiz, avval qaysi kishilarga urimiz, qaysi turdagi odamlarga baldir urimiz deb hammani sistema kirgizib bo'ldi. Faqatla shuningki shu sinoq darajasi fazi chalishimi deydi, o'sha sinoq darajasida o'tmaganligini saqlayotdi. Endi bu yerda Turkiya qanday insonlarga baldir urdi degan chaqlar tunji bo'lib doktor, hamshirlarga. Chunki ular kasallarni davolaydigan bo'lgani uchun avval ularning sog'lomligi ham bexatarligi bak muhim narsa. Ikkinchisi yesh cho'nglarga. Ana balkim shuni sirada maktab o'quvchilariga kelishi mumkin. Agarda bu sog'liq markazlari kelib qolsa, masalan bizning har qaysi Zaytunburun, Safaköy, Selimpasha har qaysi sog'liq markazlari bor. Balkim bu yerga vaksina keldi degan ekan biz berib urg'izishimiz mumkin. Endi bu yerda Xitoydan kelganligi uchun biz urg'izmaymiz degan atalarga nisbatan bu o'ziningki erkinligi ham to'g'ri fikr deb qarayman. Ammo bolangiz alayda darajada bir tini ojiz. Buni urg'izmasangiz bolangizni taloq chiqish ehtimolligi bek tasib bo'layotgan, maktabga borolmaydigan, zaten burun tatib to'l kasal bo'ladigan bolalaringiz bo'lsa, yana bolangizning salomatligini oldinga o'rin qo'ysangiz to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Bu mening shaxsiy qarshim bo'lmasdan, balki bu tibbiyning ham fiqining hukm bo'lishi mumkin. Amaliyotda Germaniyadan ayol turklarni ishlab chiqqan vaksinasini Turkiya ilishni xohlagan, ammo u yetishmagan. O'zining davlatidagi xalqqa yetishmagan. Endi Yevropaning akasi bo'lmamdi, qismi bo'lmamdi deb biz nurg'un narsalarni deymiz. Bizning ularning masalan xalqimizning bizdan so'ragan savollarini turk xalqlar allaqachon so'rab, turk hukumatidagi sog'liq markaziga odamlar o'ylashib, ham nurg'un buning professor doktorlar bu to'g'ri fikr berib, bizning so'rmoqchi bo'lgan oddiy savollarimizni allaqachon ular so'rab, ma'lum bir chekka kelib, oxiri kelgan chaqda Xitoydan bu vaksina ekelgan, ham hozir lekin sinaq bosqichida. Endi cho'qim balam urg'izamdim, urg'izmamdim degan nuqta birinchidan ota-onaning ixtiyorligi, ikkinchidan bolangizning ahvoli qaraysiz, uchinchisiga yo'q, boshqa davlatdan kirgizganda keyinchi men saqlayman desangiz o'zingiz ixtiyori, ammo lekin balam urg'izmaydim buni. Urg'izmasam sap-saq turyapman, zaten bolalarim bir aql kasal bo'lib saqaydi degan bo'lsangiz, bolangiz koronavirusni yuqumni saqagan bo'lsa, tamam uni urg'izmaysiz. Chunki bu saq odamga urg'izildi. Undan yana bir savol chiqishi mumkin. Ha, bizning uyda ota-onalar bizning apostasiya mushta kasal bo'ldi. Vallahi. Ballarning bir ikkisi bo'ldi, qolganlar bo'ldi, qanday qilamiz? Qolganlarga urg'izsiz. Agar saqib qolsa bolalar, ular kasal bo'lmadi. Zaten qolganlarimiz shunday ig'ir bo'lsa, ular bo'lmadi. Qolgani o'zingizning tanlashi qoladi. Illaki sizni zo'rlab olib bir kim urg'izmaydi. Ammo bu yerda urg'uzish uchun qo'lingizni cho'qim bu vaksina degan nima? Xitoydan kelgan vaksina qanday ekan? Chet eldan yana vaksina kelamdi ekan? Turkiya hukumati nima uchun bu vaksina akiribdi? degan nuqtada ozroq bir tushunchamiz bo'lsa, qalbimizda ishimizda bir rahat bo'lamiz. Buni nisbatan qalbimizdagi chechlangan savollarga javob topgan bo'lamiz deb qarayman. Bu yerda Xitoy yasagan vaksinaga ishongan bo'lamdi degan savolimga tamamen javob berib oldingiz. Demisini bu ota-onalarga o'z ra'yi qo'yib berilgan bir ishkan, xolisi urg'izadigan, xolisi urg'izmaydigan. Lekin tibbiy jihatdan o'ylasa yana fiqiy jihatdanmi to'g'ri? Ya'ni to'g'riliqi chiqib turdi ekan. Undan so'ng shu bir qism davlatlar hozirmi yana to'xtamay Xitoydan vaksina setib olib bordi. Boshqa davlatlardami yaslayotdi deysiz. Nima ishga yana Xitoydan vaksinani setib oldi? Shunga bir javob bersangiz.
Endi asli bolalar programmasi temada bu nuqtada gap qilishimiz bek to'g'ri bo'lmaydi, lekin mayli balamiz bo'lsin, bo'lmasin bizning bir qiziqayotgan temamiz. Bu Xitoyning nimcha vaksina setib oldi degan nuqtalarda, to'g'rilarda shunday jiq gaplar bor ekan, nurg'un ustozlarning gaplari bor ekan. Endi bu Xitoyniki mayli qaysi sohada bo'lsin, savdo sohada bo'lsin, boshqa tijorat sohada bo'lsin, shaxsan bu vaksina bu tijorat sohasiga kirib ketdi. Vaksina setish, ilishmi bu tijorat sohasiga kirib ketdi. Tijorat nuqtasidan bo'lishi mumkin. Yana birisi o'zining davlatida shuni ishlab chiqaradiganligi bo'lishi mumkin. Yana birisi ishlab chiqargan narsalarni o'zida ishlash qilib, uni qanday tekshirish, tadqiq qilish bosqichini o'tamagan bo'lishi mumkin. Balkim shu davlatlarning shunga ehtiyoji tug'ilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda Xitoyda birisiga odamjiq, qancha sinaq qilmasa qila oladi. Ikkinchisiga azan emgak kuchi bo'lganligi uchun chiqqan materialmi azan. Masalan, en kısa alaylı bir çağda bir aşkana kırıp kaldık. Mıda kanı iyileştirdiğim da çok su türkleri. Şu çokunu da kısam karşı taraftaki Türk bilen parançı bir ayarla parançı oturup şu Xitoy bilen iqtisadi savdo qilganlik, hozir Turkiyaning ekonomik nuqtasiga ba'zi bir narsalar sababli bizning da'vorimizga degandek sahib chiqamayapti degan nuqtalarga gap qilsak, dediki, sening qo'lingdagi hozir shu tayoqchi nima Xitoydan akirdi dedi. Yani, oy bu bunchik oddiy narsani o'zinglar ishlab chiqamamsiz desam kulib ketib dediki, buni biz o'zimiz ishlab chiqara olmaymiz, tamamen ishlab chiqardik. Ammo biz ishlab 100 tal tayoqchini bir qo'y sats, nima, 10 qo'y satgan bo'lsak, Xitoy 100 tal tayoqchini bir qo'y satsa, kishilar qaysini oldi dedi. Biz 100 talni 10 qo'y satsak, Xitoy kelib 100 talni bir qo'y satsa, qaysini oladi degandiki bu tabiiy holda yana iqtisod berib taqalg'anlar chiqadi. Demak, endi davlatlarningki Xitoyda yaxshi vaksinani setib olishi, masalan, Turkiyada setib olmadi. Masalan, Arabiston setib oldi, boshqa davlatlar, masalan, Braziliya deymiz yoki bo'lmasa Pokiston deymiz, nurg'un davlatlar setib oldi. Bular Xitoydan bir savdo tijorat qilganchaqda biz Uyg'urlardek siyosiy da'voga aralashtirmaydi o ishni. Ular Xitoydan bevas zulm ko'rganlar bo'lgan ekan, ular bizning ahvolimiz bo'lsa-mu, siyosiy nuqtadan bo'lgan o'shmanligi bilan o'zlarininki iqtisodiy, o'zlarininki dunyosiningki xalqning manfaatiga foydali narsani bu nuqtaga borib taqib olmaydi. Shuning uchun nima uchun setib oldi degancha, birinchidan har qaysi davlatlarning o'zining ixtiyorligi, erkinligi, ikkinchidan ularning ehtiyoji, uchinchidan ular bu Xitoydan vaksina setib olishi bir tijorat. Tibbiy sohada tijorat deb qaraydi, hargizmi siyosiy nuqtadan deb qaramaydi. Bizningki Xitoyga bo'lgan o'shmanligimiz, Xitoyning zulmi bo'lgan qarshiligimizda bu savollar tabiiy bizdan tug'ildi. Xitoydan setilishini biz xohlamaymiz. Amaliyotda bizning bir davlatimiz bo'lganmasa, bizning shunday kuchli qudratli davlatimiz bo'lganmasa, inshaalloh bo'lar. Ashta vaksinalarni ishlab setib olgan bo'lsak, hatto men deb qolma, bizning unday yo'q emas. Arabistonmi shunday bir vaksina ishlab turgan shunday bir boy davlatning qisi bo'lmamdi. Turkiyami najinliyaga sirtdan setib olgan shunday bir yana qisi bo'lmamdi. Nima uchun shuni qo'li qarab qoldik degandek savollar tug'ildi. Ammo bu yerda nima uchun setib oldi degan chaqda men dedim bir qator masalan siyosiy nuqtadan ular ko'p o'ylashmaydi. O'zining iqtisodiy jihatdan, tibbiy jihatdan bo'lgan ehtiyoji, xalqining bo'lgan ehtiyoji, dunyoda Xitoy o'zininki bir kishilik o'zining Xitoy davlatini saqlab turayotganligi uchun uni biz e'tirof qilmagan bilan ular e'tirof qilganligi uchun undan vaksinani setib oldi. Endi vaksinani setib olganligi Xitoyning vaksinasida 8 xil har bir bir anxo'y gansudan boshqa yana 7-8 xil nimalar bor ekanda, har birisi necha ming vaksinani sinab qiladi ekan. Undag'anki nihoyat ko'p. Bir telefon bilan qayerga aloqasiz aloqa qila olasiz. Uningki Xitoyning har bir davlatga bo'lgan uchoq aeroplaniki uchish havo nimalari qulay. Bu vaqt organ ticareti olsun, başka ticaret olsun, hem yer alakasını bağlap boğan, onda boğan ekin, bunun için hem de Xitoyning bir yol içilgan bir təlekib qalğan bir yol deyimiz. Əməliyyatda Xitoy yasagan şu vaksinda, məsələn, torlarda görətimiz urğan ekan, ağız mayma xop qalğan, çıraylı mayma xop qalğan, deb chiqqan bo'lishi mumkin. Bu vaksin urğandan shundaq bo'ldimi yoki boshqa sababdan shundaq bo'ldimi? Aniq ma'lumot yo'q. Ammo vaksin urğandan ya'ni ashta alomatlar bo'lmamdi degili bo'lmaydi. Balkim shundaq bo'lib qolishi mumkin. Hamda Xitoy zodi jin yasadimi, joy yasadimi, uni birini deyamaymiz. Shuning uchun hamda Turkiyami uncha vala mas'uliyatsiz davlat emas. Chunki hozir Xitoyning akirgan vaksinini 50 millionni balkim ashning hammasini 30 tajribaxona qurib hozir Turkiya 30 tajribaxonaning hammasida shunday sinaq yapiryotdi. O akapli Xitoyga urib qo'ydigan ish yo'q. Unda qilsa biz mana Xitoyda akagan akap urdi, Turkiya bunda qildi desak, Turkiya hukumatiga haqsizlik qilgan bo'lamiz. Chunki ular urmadi, uni sinaq qilyotdi. Buning uchun Xitoyning vaksinani setib olmas masalasida gap qilsak gapimiz tugamaydi. Yana xalqimizniki hamda buningda har bir davlatning o'zining erkinligi, ixtiyorligi ham o'zining ehtiyoji sababidan setib oladi. Bence suallarımızdan ait
yeterlik bir cevap tapdık deb o'ylayman. Endi tibbiy jihatda cho'ng professorlardek bir javoblar bo'lmagan taqdirda xalqimizningki qalbida bir tushuncha paydo bo'ldi. Bu tamoman xalqimizningki o'ziniki shu vaksinani urg'izmaslik haqida o'zining ra'yi qilgan bir ish bo'lib qoldi. Oxirida yana ozroq bir ham to'liqlash to'g'ri keldi. Men bir ota-ona bo'lish sifatim bilan kallamga savol kelgani uchun tayyorlik qildim. Ota-onalar so'rash mumkin. Koronavirusi chiqdi. Tamam, bu virusga qarshi vaksina keldi. Endi yilda bu xuddi burun suv chechak, qizillarga o'xshash yoki yulun yalga o'xshash, jigar yalliqlarga o'xshash mushta vaksina har yili qaraliq urilamdi. Mushta kallamga taqilib qoldi-da mening. To'xtab tura. Masalan, tarqalishchan zukamning vaksinalarim bor. Qimmat, chetdan kirdiganlarim bor. Masalan, to'liq bo'lsa zukam bo'lganlarni doktorxonaga berib, tarqalishchan zukamning vaksinasi 4 oyda bir qitim, yoki yilda 2 qitim urdiganlar borchu. Bu vaksina shunda urilamdi. Bu mu yılıq daftarning ichiga koronavirusning vaksinasi deb kirib ketamdi degandek savollar tug'ildi. Bu to'g'ri izlangan bo'ldik. Bu unda bo'lmaydi. Chunki bu virus tarqalishchan bo'lish bilan birga o'zgarishchan ekan. Shuning uchun viruslar chiqqan yil sonini oldiga olib qo'ydik. Masalan, 2003-yili SARS, falanchili mundaq 2019 korona deb chiqadi. Balki 2020-yili 2020-yili yana bir yangi virus chiqishi mumkin. 2021 yana bir chiqishi mumkin. Bu viruslarning masalan hozir endi bu bir Allohning cho'ng bir siniq imtihon bo'yotdi. Bu qaysi davr nima taraqqiy qilsa, Alloh undan ustun bo'lgan bir narsalar insonlarni sinayotdi. Masalan, hozir mikro element taraqqiy qilgani uchun bu mikro jihatni biz sinayapmiz. Endi atalar deyishi mumkin, bu endi yilda shunday boshqa vaksinalarda urilib qolgan unda emas. Bu yana yillar qarta shu virusning chiqishi qarta, virus qarta ishlangan vaksina qarta urildi. Hargizmi bu yilgi asosliq vaksinalar turiga kirib ketmaydi. Buning uchun atalarningki agar bu kasal mushu vaksina bilan butun dunyoni kontrol qila olamdi deganda hech kim hozir javob bermaydi. Faqat kasalning oldini oladi. Agar vaksina ishlab chiqarilmay, vaksina urilmagan taqdirda bu kasal yana yamaramdi deganda balkim yamirishi mumkin. Unda bo'lganki biz yana ota-onalar bolalarimizni ahvoli qarta, oilamizning ahvoli qarta, jamiyatga nisbatan bir mas'ullik tuyg'usi bilan shu bolalarimizga urg'izsak yaxshi deb qarayman. Agar bolangizning kasal qarshi chiqishi kuchli, tamoqi yaxshi, o'zi chiniqadigan sog'lom bola bo'lsa, Onun mayli, ama balans tol kesel bulduğun aciz, özünüz bir endişe bo'layotgan bo'lsa, meningcha bo'lsa, yani urg'izishingiz tarafdor deb javob beraman. Gapim tugadi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı bo'lsin sizga. Nihoyatda yaxshi javoblar berdingiz. Doktorimiz aytgandek, hozir qazasida bir qism bu shu virus haqida, vaksina haqida bir qism tushunchalar paydo bo'lib qoldi. Shuning qarta bu tamoman ota-onalarningki o'zining ra'yi qilgan bir ish. Xalis urg'izadigan, xalis urg'izmaydigan. Bunda bo'lgankin bu vaqtida bakchiq to'xtalib o'tib ketmadik. Ota-onalar o'zlari qarorini berib, shuning qarta vaksina urg'izish yoki urg'izmaslik qarta o'zlari bir qarorini berib ish qildi deb. Ammo deganidek tibbiy va fiqhiy jihatdan, ya'ni to'g'riliqini aytib o'tdi. Bu nuqtani men muhim deb qaradim. Qolgani o'zimizga qolgan bir ish. Inshaalloh bu virusni eng qisqa vaqtda o'tkazib o'tamiz. Buning uchun lekin hammamizning hozir mas'uliyatimiz og'ir. Shu yashayotgan tadbirlarni qilish, davlatimizda yashayotgan tadbirlarga bo'ysunish, qarshilanish degan tadbirlarga o'xshash ishimiz bo'lmasa sirtqa chiqmaslik, yana bir nuqta. Masalan, davlat başkanı, mesela Cumhurbaşkanları, Prezident, sağlık merkezleri her bir bal urg'uzish kerak, her bir aile qilish kerak, her bir sağlık merkezlerini aile bo'yicha qilish kerak degan bir uqtirish chiqib qolsa, yoki ashna tashviqot, yoki ashna zurriyat olib qolsa, bizni uni qarshi chiqishimiz to'g'ri emas. Buni o'zimiz ixtiyorlab o'tirish bo'lmaydi. To'g'ri, bu nihoyatda muhim bir masala. Shuni o'xshash oldin olish tadbirlari hammasiga o'zimiz rioya qilsak, inshaalloh bu virusni bundan burungi necha yillar ilgari bo'lgan viruslarga o'xshash o'tib ketadi. Hammasi o'zimizningki mas'uliyatchiligimizni yuqori ko'tarish bilan inshaalloh tugaydi. Maslashimiz bilan. Undan so'ng vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oyoqlashtiraylik. Inshaalloh kelarki sonda sizlarga texnik yaxshi mazmunlarni sunamiz. Har qanday savol va fikrlaringlar bo'lib qolsa, fikr qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Hammanglarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.